Saida opaning o'rtancha o'g'li Bobur 3 oy oldin avariyada halok bo'lgach, endigina 9 oylik xotini kichkina hovlida bir o'zi yolg'iz qoldi. Saida opa kelinini o'zlari alohida ajralib yashayotganidan ko'p norozi bo'lardi. Endi beva kelinchakni uyga qaytarishga urinardi. Har 2 kunda qaynona kelin shu mavzuda bahslashardi. Kelinchak esa rahmatli o'g'lingiz tafti ketmagan bu uydan meni haydamang, yana biroz yashay deb Xudoni nolasini qilardi. Mana 3 oy ham o'tibdi. Saida opa kelinini mahallasiga yaqinlashganida ko'cha boshidagi pistachi xotin opani imlab chaqirib, har oqshom bir erkak kelinini uyga kirib ketishini, tong qorong'usida esa indamay chiqib ketishini aytib berdi. Emishki, kelini uynash tutayapti. Saida opa jahl bilan uyga kirdi. Hali qabri sovib ulgurmagan o'g'lini or nomusi toptalayotgan uyni ostin-ustun qilmoqchi bo'lib, kelinini qidirdi. Kelinchak hovli o'rtasida uzun sochini yoyar va uni yuvardi. Saida opa beva ayolni soch yoyib yuvishidan qattiq g'azablanib, endi so'kmoqchi edi. Kelinchak shartta boshini ko'tardi-yu, xursand bo'lib qaradi. "Oyjon, Bobur akam tirik ekan." "A?" Saida opa devonida o'tirib qoldi. "Nimalar deb aljirayapsan, yer yutkur? Odamlar seni o'ynashing bilan ko'ribdi-ku." "Yo'q oyjon, bu Bobur akam, u kishi har kuni oqshom kelayapti. Aytishlaricha, ishi juda og'ir ekan. Har kuni tinmay ishlab kechasi bo'shar ekan." Saida opa keliniga qarab dahshatga tushdi. U sira ham motamsaroga o'xshamasdi. Kundan kunga rangi ochilib ketayapti, yo meni aldayaptimikan? "Yo'q oyjon, qasam ichaman, Bobur akam har kuni kechasi kelayapti." Saida opa avvaldan eskicha sirlardan xabardor xotin edi. Shuning uchun kelinini ortiqcha so'rab qiynamadi-yu, sekin kelinchakni yerga tushgan bir tutam sochidan yashirincha oldi-yu, iziga qaytdi. To'g'ri tanish nafasi o'tkir duoxon ayolning oldiga bordi. "Keliningiz ko'hlikkina paytida eridan ajralib, devonada bo'lib qolgan. Bir oqshom qabristonga yolg'iz borgan ko'rinadi. Unga yo'lda ins-jinslar nazari tegibdi." Saida opa qo'rqib ketdi. "Ammo siz qo'rqmang. Keliningizni oldiga har tunda shayton kelayapti. Uni niyati yomon. Keliningizni yaxshi ko'rib qolibdi. Ancha kechikibmiz. Shayton uni ruhiga ega chiqmoqchi. Ammo hali buni to'xtatsa bo'ladi." Saida opa vahimada qildi. "Ayting, nima qilamiz?" "Keliningiz bu kecha hamma eshik derazalarni qattiq berkitsin. O'zi esa xona o'rtasiga o'tirib, boshdan oyoq oq kiyib, sham yoqib sochini tarashga tushsin. Siz esa o'sha xona burchagiga biror narsani to'sib, yashirinib olib, mana bu yozilgan Yosin, Ixlos, salovat duolarni sekin o'qiysiz. To xo'roz 3 marta qichqirib, shafaq oqarmaguncha tinmay o'qing. Yo'qsa keliningizdan ajralib qolasiz. O'g'lingizni ruhi ham bezovta bo'ladi. O'sha o'g'lingizni avtohalokatga ham shu shayton sababchi bo'lgan. Shoshiling." Qosh qorayib qoldi. Oqshom cho'kdi, dahshatli sukunat. Saida opa ilohiy najotkor duolar yozilgan qog'ozni mahkam ushlagancha xona burchagidagi kravat orqasiga berkindi. Kravatni ikki chetiga uzun qilib parda tortdi. Yozuvlar sham yorug'ida ko'rinardi. Saida ming ahvolda kelinini shu ishga ko'ndirdi. Qaysar kelinchak rosa qarshilik qildi. Ammo iymon qudrati bilan Saida opa g'alaba qozondi. Kelinchak bazo'r rozi bo'ldi. Kelinchak boshdan oyoq oppoq kiyindi. Sochlarini lang yoyib, sham yorug'i ostida sekin taray boshladi. Atrofga og'ir sokinlik va zulmat egalladi. Oradan 1 soat o'tdi. Jimjitlik. Saida opani uyqu elita boshladi. Endi ko'zi yumilaman deganida derazani kimdir sekin taqillatdi. "Eshikni och" degan buyruq eshitildi. Bu ovoz Boburning ovoziga juda o'xshardi. Ammo ziyrak ona o'z bolasini darrov taniydi-ku. Bu begonaning ovozi edi. Biroz qo'rqinchli, bo'g'iq, dahshatli xirillab chiqardi. "Och eshikni asalim. Qara, senga konfet olib keldim."
Sharpa borgan sari eshikni qattiqroq taqillatardi. Saida opa kalimalarni, duolarni shivirlatib o'qiy boshladi. O'sha birov endi do'q qilishga o'tdi. Sochingni tarama, taroqni tashla. Shaytonning ovozi g'ijirlab eshaknikiday dag'al eshitila boshladi. Och eshikni och. Shu payt o'sha kelgan maxluq jim bo'lib qoldi va deraza oynasida eshakni oyog'iga o'xshash bir qo'rqinchli, jundor qo'l ko'rindi. Ha deb oynani qattiq chertardi. Och. Kelinchak ko'zini yumgancha sham yorug'ida sochini yoyib tarayverdi. To'n uzun va dahshatli edi. Sham hali bor edi. Ammo yarimlab qolgandi. Saida opani ko'zlari og'rib charchadi. Ammo farzandi ruhi kelini hayoti uchun o'lib qolsa ham kurashadi. Tonggacha hali bor. Haligi oting o'chkur yalinib yolvorar, dag'dag'a qilar, shivirlar, mol bo'lib o'kirardi. Devorlarni tuyog'i bilan tirnar, zir titrar, ammo muqaddas kalima-yu duolarni qudrati bilan dars ketgan iymon chegarasi tobora mustahkamlanardi. Har kecha emin-erkin kirib yurgan shayton bu safar kira olmayotgandi. O'sha maxluq har xil ovozlar chiqarib, nag'ma qilar, chaqaloq bo'lib yig'lar, bobur bo'lib yalinib yolvorar, kelinchakni uzoq-uzoqlarga olib ketishni aytib va'da berar. Yana qush bo'lib sayrar, kuchuk bo'lib irillardi. Saida opani yuragi yorila yozdi. Ammo yod bo'lib ketgan Yosin, salovat, ixloslarni qaytaraverdi. Shu payt shamni yorug'i ilkis pasaydi. Sham kam qolgandi. Buni sezgan o'sha alla narsa bo'kirishga o'tdi. Och eshikni. Kelinchak bir lahza to'xtadi. Endi devorlar kuchli gumburlardi. Sham kamayib o'chaman deb qolgandi. Hali tonggacha biroz vaqt bor edi. Sochingni tarama, taroqni tashla, buyruq berib dag'dag'a qildi allanima. Saida opani ham madori qururdi. Ammo so'nggi kuchini to'pladi va yo Allohim deb Qur'on yosinini baland ovozda ayta boshladi. Sham to'satdan pirillaganday yog'i bilan gurillab yondi. Allanima alaqsiraganday chiyillab, shoxli kallasi bilan derazani ura boshladi. Ammo iymon qudrati bilan derazalar omon qolgandi. Sham yana bir paslaganda allaqayerdandir xo'rozning qichqirig'i eshitildi. Endi o'sha narsa yolvorib yig'lardi. Ovozi borgan sari zaiflashib, ingichkalashib borardi. Iltimos, jonim, eshikni och. Bo'lmasam boshqa hech qachon ko'risha olmaymiz. Shunda kelinchak bir qalqib tushdi. Yo'q. Saida opa qo'rqib ketdi. Ishqilib eng so'nggi damda taslim bo'lmasin-da. Unga gapirish mumkin emasdi, faqat duo o'qishi shart edi. Xo'roz ikkinchi qichqirganda tong uzoqlarda shafaqdan oqara boshladi. Haligi narsa endi xirillardi. Och. Sham mana o'chaman deganida kelin to'satdan o'rnidan turdi. Shartta eshikka otildi. Shu payt Saida opa qattiq baqirib, la ilaha illalloh, ey Allohim deb kalimani keltirdi. Xo'roz jonivor 3-marta qichqirvordi-ku. Tong otdi. Kelinchak qo'li eshik qulfini ushlagancha yetar-yetmas shiliq etib quladi. Kelinni yuziga suv sepib uyg'otdi. Kelinchak ha deb yig'lar, Bobur akam meni tashlab ketdi deb xirillardi. Saida opa uni zo'rg'a suyab tashqariga olib chiqdi. Eshik tagida konfet qog'ozga o'ralgan qo'y qumaloqlari sochilib yotardi. Saida opa kelinini to'g'ri duoxona oldiga olib ketdi. Oradan 40 kunlik chilladan so'ng kelinchak butkul o'ziga keldi va Saida opalarni xonadoniga ko'chib bordi. Ikki taraf ham kelinchakni yana turmush qurishni xohlashardi, ammo kelinchak bir umr rahmatli erini chirog'ini yoqib, qaynonasi Saida opani xizmatini qilishga qat'iy ahd qildi.